صار مثال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. Assalamu alaikum, hürmetli esnaflar. Bizning mana bugun kasb egilarda bizning kelgan mehmonimiz shaxslik Baxtiyor akamiz o'tirdi. Shu akamiz o'zimizni bir tanishtirib ketgan bo'lsangiz. Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mavjud muhtaram jamoat. Alloh subhanahu va taolo hamd sanolar bo'lsin, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam salomlar bo'lsin. O'zimning ismim Baxtiyor, dadamning ati Jasur Baxtiyor. Qizilg'arat tog' nahiyasi Olmazor oblasida tug'ilib o'sgan. 5 yoshimizdan buvamning qo'lida cho'ng bo'ldik. Dadam 3 yoshda qaytib bo'lib, apamning o'zining biznesi bo'ldi. Shundan 5 yoshdan boshlab buvam dam o'rgatdi. Din tarbiya berdi, Qur'on o'rgatdi degandek. Endi kecha kunduz buvam bilan birga bo'ldik. Akşam qarab birga yotganda buvam rahmatlik bir nima o'qib yotdi. O'sha buni qiziqib men nima o'qiyapsiz degan vaqtida buvam rahmatlik shu Qur'on bilan tarbiya berdi. Hech vaqtni mishqa qilib, mishqa o'tkazib degandek ustozdan qo'lga o'tkazib, shuna qilib inshaalloh o'zimiz imom bo'lgan o'y yo'qdi. Bizning birinchi maqsad Qur'on yodlab chiqish bo'lgandi. Shu bilan alfavitni yodlab chiqdik. 2003da buvam qaytib bo'ldi. Endi buni javobli deganda endi biz dunyoga berib degandek so'lg'a berdik, boshqa yotgan Qur'onni unutishga boshladik. Shundan 2019 yosh kelganda bir safar ketishga boshladik. Shundan bir hadimiz endi bu da'vat bo'ldi-da. Namoz o'qishamiz, namoz o'qamiz deganlar bir nima qanda juda shunaqa yil keldik, qo'shilib namoz uchun bir vaqt namozni boshladik, 5 vaqt namoz o'qishdik. 5 vaqt namoz o'qishdan keyin ilmni nima qilib, barojat qilib, Qur'on yodlab chiqdik. Keyin Qur'on yodlab qari bo'lgan yer paydo bo'ldi. Shundan ustozlar kelib so'zlish bular bilan ustozimiz bordi, yana qarigan. Shundan berib Qur'on yodlab kelib, qolganda jamoat mas'ulga imomlar bizni xizmat chaqirish boshladi. Azanchi bo'lmasa, shu tog'lar nahiyalik rayonni edi, mechitda azanchi xizmatidan boshladik. Azanchi xizmatidan kelib 3 oydan keyin o'zimning tug'ilib o'sgan mahallam Qizilg'aratda naib imom xizmat tutdim. U yerdan keyin bir 4-5 oydan keyin boshimon bo'lib, shu 10 yil ichida imomlik xizmat qilyapmiz. Yani bir so'ng kelganda shu ro'za oy vaqtida bir-birini uyga mehmonga berib, bo'lmasa ro'za oyi kuni shu to'ylarni o'tkazib bo'lamdi deb savol kelgandi. mehmonga borishga bo'ladi, biroq kunduzgi vaqtda borganda tamoq ichmay qaytamiz-da. Ro'za tutmayotdi, bo'pti buning tamog'ini beraylik, aniq mana degan narsadan saq bo'lishimiz kerak. Yana bir narsa qo'shib ketay, bu albatta so'roqqa hech qanday qatnashish yo'q. Bu yerlikda ro'za vaqtida biz nima o'tkazdik? Suvo'lib o'tkazdik. Shu vaqtda endi kelgan odamlar suvo'lib qatnashgan bo'lgan odam nima qildi? Suyib keldi mashinada, to'kdi. Ro'za qilgan odamlar bor. Shular men kelib deyman, bu durust emas. Mayli, siz hechimlar ro'za qilgan odamlar, ro'za qilgan odam uchun, ro'za qilgan odamga hurmat bo'lish kerak-da. Shuning uchun ro'za vaqtida, kunduzgi vaqtda hiçbir yerden biz sığlaşımız gerek. O tutmayla tutmayla. Mehmonga borgan durust, biroq akşamsi mehmonga borsak yaxshi. Bir-birini yo'qolgan albatta bu yaxshi savob qilmalardan asrisi men og'riyotgan odamga. Kim akşamsi borgan bo'lsa, atiyalik uchun 70 ming bersa duo qilgan. Kim atiyalik bo'lsa, akşamsi uchun 70 ming bersa o odam uchun duo qiladi. Endi bekisini aytgan to'y tukun, nazr chiroq, yana boshqa ishlar ro'zada qilish bo'ldi, ruxsat qilingan. Ro'za. Biroq yana kelganimiz nima? Bu kelgan mehmonlarga tamoqni akşamsi iftor bilan beramiz. Iftor vaqtida beramiz. Va aykuna shunday so'roq bo'ldi, balni sunnatga o'tirishga bo'lamdi deydi. Sunnatga o'tirg'izing, nikoh qilg'izing, boshqa qiling, biroq tamoqni kechki vaqtida beramiz. Yana bir insonlar bor, ro'za boshlang'ichda biz nazr o'tkazib olaylik dedi. Nazr o'tkazib olaylik, keyin ro'zamiz dedi. Shu nazr chiroqni ro'zining iftor vaqtida bersangiz nimishga? Savobsiz savob bo'lmamdi. Mayli iftor berasiz. Yana nazringizni o'tkazasiz. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi, kim ro'zqon odamga iftor bergan bo'lsa, shu ro'zqon odamga savob bo'ldi. Ya'ni ro'zqon odamning hech narsa kam bo'lmaydi deganda. Shuning uchun bu yerda
двойной. Орыс сөз бар, они выстрелом двух зайцев bo'lgandek. Bir nazm o'tkazildi, savobini oldi inshaalloh, yaxshilikqa bo'linadi. Әмді ян бір сұрақ қойып өтіп дәлі, розы вақтыда имтіп атқан аялла розы тұтышқы боламды деген сұраққа жауап берсеңіз. Allah subhanahu taala Qur'on-i Karimda aytadi, Baqara surasi 183, 184, 185 oyatlarda agar deyilsa safarda bo'lsanglar yoki og'riyotgan bo'lsanglar, kasal bo'lsanglar, bu ro'zani qo'yib turishga ruxsat. Endi safarni qaytib kelganda, og'riqdan saqaygan vaqtida ro'zdan qancha qo'yib qo'yamiz, qazasini o'taymiz. Endi bu yerda egri oyoq ayollar bor. Shundaqla balni imzotgan ayollar bor. Buma şu kasalning nimasi kiradigan, sanitlar kiradigan. Yoki ayol kishi bo'shangandan keyin, nifosini tozlangandan keyin ro'studi, ya'ni imzotgan ayol bu kishi ayol nimani balni amchakni chiqargandan keyin qo'yib qo'ygan kunlarning qazosini o'taydi degan. Rahmet aka, Allah razı olsun. Yani mesele deydi ki, yani şu roz ay vaxtida, roz kirgen çağda, başta 3 gün, otursa 3 gün ve ayığı da 3 gün tut koysa, şu hesap et koydu. Şunu önemli delileyse. Endi abi aytib ketdik, ayet Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on-i Karimda ayyaman ma'dudat dedi. Sanalıq kunlar sizga roz tutish farz bo'ldi dedi. Endi bu Ramazon oyi gaydi 29, gaydi 30 kun bo'lib keldi. Bu abi aytib ketdim 29 kun. 29 kun roz tutish bizga farz. 3 kun ishida, 3 kun o'tirsida, 3 kun ayig'ida degan boshqa bizga yetib turadi. Demak, Rajab oylari o'tdi, Sha'ban oylari o'tdi, mush oylarda jiq roz tutishimiz kerak-da. Peygamber Muhammed sallam Şaban ayları cık rozga. Şu aylarda demiş ki biz bishida o'tirsa ayıqda roz tutdik şu kunni. Peygamber Muhammed sallam her ayının 13, 14, 15 günü roz tutadi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on-i Karimda aytadi: "Men ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha" dedi. Kim bir yaxshi qilsa 10 savobga ega bo'ldi. Bir kun roz tutdingizmi 10 kunning savobi. 3 kun roz tutdingizmi 1 oy roz tutgan savobida. Endi bu boshqa vaqtlarda. 13, 14, 15 yana Понятно, 4 günü Peygamber Muhammed sallamның roz tutgan sünneti bo'lib tepildi. Rozga qarshi bir savollar bordi. Rozning buzilish shartlari va rozning qabul bo'lish amallari degan bir savol. Allah subhanahu wa ta'ala bizni kiyotgan rozni muborak qilsin inshaalloh. Endi birinchi Allohning kalami bilan, Qur'on bilan boshlaylik. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on-i Karimda deydi: "Astagfiru billahi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Va iymon keltirganlar burunqlarga roza farz bo'lgandek, burunq ummatlarga o'tgan ummatlarga farz bo'lgandek, sizlarga roza tutish farz bo'ldi dedi. Balkim taqvo qilsizlar dedi. Va endi qarab o'tsak bu oyatga burun bizni o'tgan ummatlarga roza tutish farz bo'lgan ekan. Demak bu ummatlar o'tib ketdi, yo'q bo'ldi. Oxirgi dinimiz islom, oxirgi kitobimiz Qur'on, oxirgi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam keldi. Demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummati sizlar bizga mana mushkilatdan rozlarda roz tutish har birimizga, har bir musulmonga farz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'on-i Karimda aytadigan, kim bu oyda bo'lsa roz tutsin dedi. Shuning uchun bu oyni biz boshqa o'tkaza olmaylik, roz bilan o'tkazaylik. Endi abakka so'rog'ingizga kelsak, bu yerda rozning 3 farzi bor. 3 farzi birinchi niyat qilamiz, niyat bir oyga niyat qilamiz. Bu yil Alloh bersa 29 kun roz tutamiz ekan, 29 kunga niyat qilamiz. Ikkinchi har kunining Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on-i Karimda dedi, ayyaman ma'duda dedi. Bu sanalıq kunlar sizga roz tutish farz bo'ldi dedi. 29 kunmi? 29 kun har kuniga bo'lak biz nima qilamiz? Niyat qilamiz. Bu ikkinchi farz. Uchinchi kunduzgi vaqtda yeydigandan, ichadigandan, endi er ayollar bir-biri bilan qo'shilgandan bu nimada kunduzgi vaqtda tiyildi. Bu yerda biz niyat qilamiz, Alloh rozi bo'lsin. Tong chiqishdan kun pat chiqishi ham ro'zdan niyat qilindi. Mushu vaqtning ichida biz har bir yesh, ichish, qo'shish degan narsani sharax bo'lamiz. Endi ақча to'g'risida aytib ketsam, ақча to'g'risida hozir onlayn ақча, undan keyin kredit elish, shu durustmi, durust emasmi, shu haqida aytib ketgan bo'lsangiz. Endi onlayn ақча, kredit bu dinimiz islomda harom qilingan narsa. Alloh subhanahu va taolo Qur'on-i Karim Baqara surasida aytadi: "Riballoha va halallohu bay'a va harama riba" dedi. Alloh subhanahu va taolo sudini halol qildi, riba o'simxo'rlikni prosentda harom qildi dedi. Endi bu yerda nima kredit to'liq jiq deb keldik. Oldida biroq ustozlarimizmi dedi. Ana Alloh subhanahu va taolo Qur'on-i Karimda aytadi: "Kim Alloh tuzuq olsa, uni ishga olishtirmaydi." Biroq
kimni adashtirib qo'ygan bo'lsa, uni hech kim tuz yo'l solmaydi. Bugungi kunda albatta tushunamiz. G'ayb odamlar jadimiz yo'q, uy yasash kerak, mashina olish kerak, uni qilish kerak, buni qilish kerak. Jiqili kredit bor. Az kredit to'g'ri temir ko'tarsangiz, jiq odamga yomon ko'rinib qolasiz. Biroq biz eng birinchi odamning roziligi emas, Allohning roziligini izlashimiz kerak. Haqni haq, durustni durust, bursni burus izlashimiz kerak-da. Bu qay vaqtida kredit elish ruxsat bo'lindi. Agar odam bolasi og'rib o'lyapti, joy yo'q. Bugungi kunda hech kimga sekret emas, tinimiz bo'lmasa больницаga qaramaydi. Og'rib qolsangiz bir operatsiya bo'lsa, tinimiz bo'lmasa achchiq tashlaydi. Shunday joylarda kredit elib lishiz qochib bo'ldi. Jonni saqlab qolish uchun. Deydi-ku, agar tamog'ing yo'q bo'lsa, cho'shqining go'shti harom bo'lsa, tamoq yo'q, yeydigan narsa yo'q, adam o'lsa, cho'shqining go'shti yeydigan ruxsatdan. Shunday bir zo'mliq kelib, adamni qisab dindan boshlab desa, biz endi yurak bilan emas, til bilan boshlabdim deymiz, bu gunoh emas. Shundaqla adam joyda yo'q, shunaq majbur joyda kreditasi bo'ldi. Aka ham bir savol qoldi. Masalan, ko'chada ketib qolsa bir odam yerda bir aqsh deb oldi. Ko'pchilik aslida bu ko'tarib boqilmaydi, kimniki deb. Boqasizmi endi u bir qismini bu qoldi deb o'ylaydi. Shu aqchini ip yanchiq sivilib, uyga ketib qolsa, shu aqchisi halolmi yoki harommi, qadar hisoblanadi. Endi bu ko'pchilik bo'lsa, shu qaytim boqash shart bo'lib tepildi. Kimniki deb aytsiz, vaqaysiz, e'lon qilsiz. Hech kim tepilmasa, berib sadaqa qilasiz. Sadaqa? Sadaqa. Ezilish ruxsat yo'q. Ruxsat yo'q. U haqni haqqi bo'lgan ekan, uni sadaqa qilish kerak. O'tganda o'zim xayr haq ishlar bilan nima qilma, zaymas qilma. Bir biznesmen qarindoshimiz bilan qildik. Qo'limizga dedi bir kalkulyus qo'ygan dedi. Kimniki bilmayman dedi. Shikoy bog'liqdi dedi. Yoki odam yo'q, qancha hamsiga dedik dedi, hamsiga yalan qildik, birdan qilmaydi. Shundan bu so'yatdi, subsidiya. Palonchi tin tushdi, komissiya bor dedi, hamsi chaqirdi dedi, haqlar bor. Mana tushgan tindan qo'yib, biz uni sadaqa qo'yib qo'ydik. Endi kimni tindaymiz dedi. Kimni kelgan bir Alloh subhanahu va taolo bilmayman. Hamda bilish kim? Alloh subhanahu va taolo. Bu rizqni olgan kim? Alloh subhanahu va taolo. Demak bu rizqi jitim jinslarning yo muhtoj odamlarning haqqi dedi. Mushu bizning musulmonlarda mushu yo'lda usul o'ynash, endi kafelar berib usul o'ynaymiz degandek, choylar bor degandek, ayollar choylar yig'ildi degandek, ashuna xiyalada, ashta usul o'ynab, naqsh etib, saz chalishga ruxsatmi? Ashunga. Endi bu yerda olimlarimizning deb ketgan nimasi bor, fikri bor. Bu naqshida naqsh etgan ikkiga bo'linadi. Harami bor, endi ma'nosi yo'q. Yoki yomon so'zi algan, bugungi kunda qarayib deymiz, yomon deymiz, bu harom. Endi shunday bir mazmunliq qaziqlar termey deydi. Alloh taolani nasihat qilgandek, shu bir narsalarni tashlash bo'ldi deb ruxsat bergan. Endi suv kelgan bo'lsa, bugungi kunda boshqa birning ayoli bilan boshqa birning yo'ldoshi suv o'ynaydi. Bu harom narsa. Bu ruxsat etilmagan. Mandaq suv o'ynasa yaxshi, vechlarda texi medin tanisigan va yamrindiganiga bor, harom narsa. Shu uchun undaq narsa saqlanganmiz. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi, "Dayus jannat kirmaydigan." Dayus degan kim u ya Rasululloh deganda o'zim ayolni qizg'anmagan adam. O'zim ayolni qizg'anmagan adam jannat kirmaydi dedi. Endi bizning ayolimiz boshqa birning yo'ldoshi bilan suv o'ynasa, shuni qarab o'tirsak, bu bizning o'zimizning nomusimizga tegadi. Aytdik Alloh subhanahu va taoloning oldiga javob beramiz, ya'ni do'yis bo'lib jannat kirmaymiz. Shu bu har odamlarga inshaalloh qulluqqa oltin sirg'a deydi. Bunday narsa saq bo'lish kerak. Endi u qizg'inish deganingizga men bir so'rab qo'yayotsam, конечно. Qizg'inishning o'zining yo'li bo'lish kerak-ku. Например, qizg'inish hozir mana, например, masalan deganda, qizg'inish tarafdan jiq ayol kishilar zardob chekyapti, durustmi? Mana yo'ldosh qizg'indi, urdi, endi Xudoyim saqlasin o'ltirayotganlar bor. Endi mush to'g'risida aytib ketgan bo'lsangiz, endi mushu menning beshini ochgandan keyin er kishining qanday o qizg'inish yo'li o'zining yo'li bor-ku, qizg'inish kerak deb qizg'indigan narsa emas-ku deb o'ylayman. Durust. Svoboda berish kerak.
Endi bu yerda er qizg'ansa uy buzildi dedi. Er qizg'ansa uy tuzildi dedi. Ayol qizg'ansa uy buzildi dedi. Ha. Bu yerda endi durust. Qo'l ko'tarish masalasiga kelsak, durust emas. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadi, o'zing yeganni ayolingga yegiz, o'zing ichganni ayolingga ichgiz, ya'ni ayolingga ig'ir so'z demay qo'l ko'tarmagan degan. Kimni kim ayol qo'l ko'targan bo'lsa, qiyomat kuni undan mas'ul qolmagan Rasululloh. Endi bu har narsaga qizg'anishlarmi to'g'ri emas. Buning sababi bo'lishi kerak. Agar ayol kishi bir pol berib qo'ygan bo'lsa, yo'lning endi boshqa biriga qarab kulib qo'ygan bo'lsa, bu yerda bu nima qildi? Nasihat qildi. Sirol birdan qo'l ko'tarib, masalan, tovoq berma, aytishma degan narsa bu shariat durust emas. Endi bu yerda deb etish kerak. Har bir aqrabo ayol kishi uni tushunadi. Endi shu aka qarang, mayli cho'nglar bo'lsin, mayli tamadlar bo'lsin, mayli islomiy tarbiya berayotgan aktyorimiz bo'lsin, yigit boshlar bo'lsin, sportsmenlar bo'lsin, aslan hammamiz qo'shilib bir dasturxonda o'tirib, masalan, mashrab deb qo'yaylik. Shu hammamiz bir o'mchilik bo'lish uchun qanday mavzuda gap qilsak bo'ldi, qanday har qaysini o'mlikka akaysi bo'ldi deb bir mavzu bo'lsa, bir gaplarimiz bo'lsa, bir foydali ta'sir etgan gaplarimiz deb qo'yamiz. Albatta shu ishni yana elib davomlashtirib, inshaalloh shu yigit boshlang'ich qilsak, imomlarni yig'ib, azizlar degandek, shu tamoda bilan shu ishlarni qo'lga olgan bo'lsak, inshaalloh nur bo'ldi. Birlik kerak bizga. Birlik bo'lmasa, qancha biz ishqilali uni berkitib bo'lmaydi. Rahmat. Endi kelganingizga cho'ng rahmat. Yaxshi men shuncha jiroq yerlardan keldingiz. Endi sizga bir so'roq qo'yib ketsam, qanday sizga endi bizning shu qilayotgan ishlarimiz sizga yoqdimi? Undan keyin yaxshilarga bir nasihat bersangiz, yaxshilar ovoziga degan bir yaxshiliklarimizni da'vatgan bo'lsangiz, shunday bir ishga gap qilayotgan bo'lsangiz. Yaxshi, alhamdulillah, Alloh subhanahu va taolo sizga rozi bo'lsin, qatnashganlarga Alloh berkat bersin. Albatta bu bizga yoqdi. Shunday cho'ng ish. Alloh subhanahu va taolo endi qo'lni kelgan biz adam boshida yaxshilik qilishimiz kerak, yomonlikni saqlab bo'lishimiz kerak. Agar yaxshilik qilmasang, yomonlik qilma degan so'z bor. Endi aytib ketdim men. Arman qilishimiz kun chaqirgan ekan, Instagram qardim, Facebook qardim, nimaga YouTube qardim. Mashallah shunday cho'ng ommachidan qolsa, bu o'zi yaxshilik chaqirish degan narsa. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytdi, "Sening aranglarda shunday bir to'p bo'lsin" dedi. Ular haqni yaxshilik chaqirsin, yomonlikni qaytsin dedi. Mana shular inshaalloh baxtga yetishganlar deganda. Alloh subhanahu va taolo sizlar bilan bizga ishki dunyoning baxtini nasib qilsin. Kelayotgan ro'zini Alloh subhanahu va taolo o'z rozi bo'lgandek tutib, Alloh subhanahu va taolo bizga buni amonat qilib berdi. Bu amonatning albatta atlik Allohning oldida so'rag'i bor. 11 oy tamoq yeb kelyapmiz. Agar inson odamzod bir yerda ishlaydigan bo'lsa, 11 oy ishlaydi, 11 oydan keyin 1 oy o'psiqisi bor. Biz endi robot emas, to'mir emas degandek, bu bizning ashqizimiz shunday. Hozir jiq qaragan bo'lsak, shu internetlarning o'zida og'riq yamanchi qilib ketdi. Nimadan? Jiq tamoq yegan. Bu tartib saqlamagandan. Durust tamoq yegan. Endi bu yerda ro'z tutgan bo'lsak, inshaalloh o'tgan bir qarindoshlarimiz so'rab qo'ydi. Shu tasaqqiqda, dietada prostam bo'lamdi deydi. Bu bo'lmaydi. Innamal a'malu binniyat deb Payg'ambar Hasan aytib ketdi. Amal niyatga bog'liq. Bizning niyatimiz eng birinchi Alloh rozi uchun. Bu bizga farz bo'ldi-ku. Samiyona ota-ona anildim, bo'ysunim ya Rabbim deb ro'zlan bo'lsak, inshaalloh telimiz musax bo'ldi, diyetimiz bo'ldi, boshqa armonlarga yetimiz. Eng birinchi bizning niyat nimki? Alloh rozi uchun bo'lish kerak. Adamning niyati qanaqa bo'lsa, shuni qo'l yetkazadigan. Masalan, mishq keldingiz. Mishq kelgan vaqtida men 5 vaqt namoz o'qiyman demasan, imom yo'qib ketsa, yoki shu jamoatning kelgan bir qilishim bordi, shuni bir $100 bosib tutsanlar, kelib namoz o'qib, shu imom yo'qib ya bo'lmasa shu jamoatga birga yo'qib ketgan bo'lsa, bizning namozimiz sanalmaydi. Qaysi nimaga niyat qilib bo'lgan bo'lsak, shu narsani deb ma'nimiz. Shuning uchun eng birinchi inson odamzod o'zining niyatini tuzash kerak. Sizga Alloh rozi bo'lsin, niyatinglar Alloh rozi bo'lsin deb qo'ysizlar. Endi aytib ketdik. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi:
yaxshi chaqiringlar, yomonlikdan qaytinglar degan. Amr ma'ruf, nahy munkar 40 farzning biri. Shunday qilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, kimni-kim bir yomon ishni ko'rgan bo'lsa, qo'li bilan to'xtatsinlar. Tili bilan to'xtatsinlar. Tili bilan to'xtatganlar chamsi kamsi, qo'l bilan to'xtatsinlar. Mana az qancha so'roqlar bo'ldi. Shuning o'zi bizning ko'rayotgan ko'rarmanlarimizga, millat parvarlarimizga inshaalloh bir foydasini berdi deb o'ylaymiz. Alloh subhanahu va taolo aytgan o'sha so'zlarimizga amal qilish nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo qaytgan ishlarni qaytgan nasib qilsin. Alloh Rabbul Izzat shukriyaning baxtini bersin. Ro'zlari inshaalloh. Bu ro'zada shunday bir tun bor. Tun 1000 oydan ortiq degan. Alloh subhanahu va taolo inna anzalna fi laylatil qadr dedi. Rastlığı Allah Qur'onning qadr tuzi tushadi dedi. Qaraydigan bo'lsak, bu Ramazonning ulug'ligi shunchalik, Ramazon oyi Qur'on tushgan oy. Shuning uchun Ramazon oyini Alloh subhanahu va taolo 13 oyning sultoni qilib qo'ydi. Qadr tunni 1000 oydan afzal qildi. Laylatul qadr xayrun min alf shahr dedi. Demak, bir tunda biz ibodat qilsak 83 yil to'tay ibodat qilgan savob. Sadaqa bergan bo'lsak 83 yil to'tay sadaqa bergan savob. Qanday bir amal qilib, 83 yil to'tay. Bu yerda biz yeydiganni, ishlaydiganni, uyquni amri yetib chisedi. Endi Alloh subhanahu va taolaning adam insonga bergan mehri shunchalik, kamchiligi Alloh subhanahu va taolaning bir tunda 83 yil to'tay, 1000 oydan ortiq ibodat qilgan savob. Nimishga bu tunda Qur'on tushgan. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamni bukul payg'ambarlarning mo'ri shunday nimasi qildi. Sayyid qildi. Nimishga bu Qur'on payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam tushgan. Kim tarafdan tushdi? Jabroil alayhisalom tarafdan Alloh subhanahu va taolo tushdi. Demak, Jabroil alayhisalom perishta qanchama perishtalarning mirzosi, to'risi bo'ldi. Shunday qilib, sizlar bilan bizga tushdi Qur'on, shu Qur'onni o'qib, Qur'on amal qilgan bo'lsa, inshaalloh shu dunyoda baxtga yetamiz. Endi oxirgi savol aka. Fariz namozdan keyin ikkinchi jamoat bo'lib namoz o'qigan bo'ladimi? Jamoat farz namoz o'qib ketgandan keyin ikkinchi jamoat kelib qo'shilib o'qiydamsiz, ya'ni may ikkinchi nima birinchi imom bilan tutdi u jamoat. Keyin ikkinchi jamoat deysiz-ku. U ruxsat qilingan. Bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan jamoati ikkinchi jamoat bo'lmanglar degan. Bir imom bilan o'qitdi, yamiz kelib qo'shilib ikkinchi jamoat qurildi. Bu narsa ruxsat emas. Endi imom jamoat bilan namozni tutib ketgandan keyin boshqa jamoat kelib yig'ib o'qisa unutgan ishdi. Savob. Birlikda Abi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisi bor. Ikki odam dedi. Bo'lak o'qigandan, ikkisi bir bo'lib namoz o'qigan, 4 odam bo'lak o'qigandan ortiq degan savob. Birlikda jamoat bo'lib o'qigan. 4 odam bo'lak o'qigandan dedi, bir bo'lib o'qsa 8 odam yolg'iz o'qigandan savob chiqdi. Hoşçakalın. Sizge rahmet, Allah razı olsun. Hürmetli eskandaşlar, hikayetlerden koyduğum sorular olursa, mutlaka aktif oldu. Hakkınız inşallah cevap verir.